Hayotda ikkita odam ishlamasa ham bo'laveradi. Bittasi ota-onasini duosini olgan odam, bittasi ota-onasini qarg'ishini olgan odam. Men sizlarga bitta qisqacha o'zimni tajribamdan o'tgan narsani aytmoqchiman. Bugun ishimiz kamroq edi. Ertalab otam bilan onamning aytganligini qildim. Ishxonaga bormaysanmi deyishdi. Yo'q, hozir ish kamroq ekan desam, nega ishing kamayib qolganmi degan narsani berishdi. Nasibiga yarasha dedim. Lekin ketayotgan paytimda otani ham, onani ham duosini olib ketdim. Mana uje kechga yaqin peshingacha pashti hech qanaqa mashina qilganimiz yo'q. Lekin peshindan keyin hozir ko'ryapsizlar, Kia Sorento qildik. 40 ming, 50 ming dollar turadigan mashina. Bu yoqda BYD so'nggi yil olib qo'yganmiz. Bu ham 30 ming, 40 ming dollar turadigan mashina. Undan tashqari bu yerda BYD Han Limited edishini, bu ham 50 ming, 60 ming dollar turadigan mashina. Undan tashqari yana bitta Gentra chiqarib olganmiz. Ya'ni biz bilmaymiz, shuning uchun maksimal harakat qilish kerak. Har doim nima deydi, mijozi hurmatini qilgan holatda chiroyli ishi sifatini qilish kerak va ota-onaning duosini olsa, menimcha har doim ishinglar 5 bo'ladi deb hisoblaymiz. Bu endi kichkina bo'lsa ham, nima deydi, o'zimizdan kichkina usta aka-ukalarimiz yoki yangi shogirdlarimizga tavsiyamiz. Xudo xolasa, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar.